$1 milliard topib bo'lmaydi bu. Maksimal obyektivni fikrlashga harakat qilsam, misol uchun O'zbekistonda 1 million topish menimcha ancha oson. Ya'ni sizni kartina meringizda misol uchun 1 million norma deyapsiz. 1 million topsa bo'lmaydi. O'zbekistonda 1 million bemalol topsa. Endi qarang. Sizni miyangiz shu narsani aytyapti. Endi hozir qaysidir O'zbekistonning qishlog'ida, qaysidir bir oddiy bir yigit topib kelaman, o'tqizaman deb sizga gapingizga nima deydi? Iloji yo'q deb o'ylaydi O'zbekiston. Hech narsa. Tushunasiz? Chunki hozir 3 million so'm topyapti, 5 million so'm, 10 million so'm orzu qilayotgan. $1 million oyiga desangiz, aka deydi, nima deyapsiz dedi. Nimaga? Bu yaxshi yomon emas o'yiga. Buni programmist shunaqa qilib qilgan. Bolam degan. Biz oddiy qishloqda katta bo'layotgan oilamiz degan. Bunaqa orzu havasini ko'tarib olib depressiyaga tushib qolmagan. Och qornimiz, tinch qulog'imiz degan maqolam qilib qo'yilganda miyani aldash. Yaxshi maqol. Tushunasizmi? Demakki, hozir bu yoqqa Elon Musk o'tkazib qo'yamiz dedi. Sizning gapingizni eshitdingmi dedi. Bola dedim, va'da olsan dedim.